Do'stim, bugun dunyoda eng qimmat narsa oltin emas, neft ham emas, pul ham emas. Eng qimmat narsa e'tibor. Lekin biz uni eng arzon joyga sarflayapmiz. Bir kunda yuzlab xabar, yuzlab video, yuzlab fikr. Ammo oxirida bitta savol qoladi. Biz nimani tushundik o'zi? Biz tez ko'ryapmiz, tez o'tyapmiz, tez unutayapmiz. Shuning uchun urushlar odatiy bo'lib qoldi. Ochlik statistikaga aylandi. O'lim esa faqat sarlavha bo'lib qoldi. Muammo shundaki, biz yomon odam bo'lib qolmadik. Biz befarq bo'lib qoldik. Bir bolani portlashda o'layotganini ko'ramiz va keyingi videoga o'tamiz. Bir xalq och qolayotganini eshitamiz va kulgili video qidiramiz. Bu shafqatsizlik emas. Bu e'tibor inqirozi. Inson bir narsaga uzoq qaray olmasa, unga mas'ul ham bo'la olmaydi. Shuning uchun do'stim, dunyo tuzalishi uchun hamma narsa o'zgarishi shart emas. Avval bizning e'tiborimiz o'zgarsin. Kamroq ko'r, lekin chuqurroq tushun. Kamroq gapir, lekin mas'uliyat bilan. Chunki e'tibor bermagan narsamiz bir kuni bizni ham yutib yuboradi.